Diqqat, qonuniy faoliyat olib borayotgan avtomaktablar ro'yxati bilan tanishing. So'nggi vaqtlarda fuqarolarimiz haydovchilik guvohnomasini olish maqsadida noqonuniy tartibda faoliyat yuritayotgan avtomaktablarda o'qib, yo'l harakati xavfsizligi xizmatida ro'yxatga olinmasdan aldanib qolishmoqda. Ma'lumot o'rnida 60 dan ortiq soxta hujjatlar tergovga qadar tekshiruv o'tkazish uchun tergov organlariga yuborilgan. Diqqat, hozirda litsenziya asosida ro'yxatdan o'tib faoliyat yuritayotgan 630 ta avtomaktablar ro'yxati bilan tanishib, saqlab oling. Hurmatli fuqarolar, haydovchilarni tayyorlash va qayta tayyorlash maktablarida o'qishdan oldin ularning faoliyati qonuniyligini, litsenziyasi bor yo'qligini yuqoridagi ro'yxat asosida tekshiring, aldanib qolmang.